Subsidiya xabarnomasiga ega bo'lgan navoiyliklar diqqatiga. Navoiy shahridan to'liq pardozlangan va birlamchi jihozlarga ega kadastrli xonadonlarni subsidiya asosida xarid qilib, o'sha kunning o'zidayoq ko'chib o'tib yashashga nima deysiz? Yangi hayot qurilish kompaniyasi Navoiy shahrida qad rostlagan turar joy komplekslaridan 1, 2, 3 xonali, to'liq pardozlangan va birlamchi jihozlarga ega kadastrli xonadonlarni ipoteka krediti va subsidiya asosida xarid qilish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu jarayonda xonadonni rasmiylashtirish xarajatlari hamda harakatlari kompaniya tomonidan amalga oshiriladi. Navoiy shahridan ipoteka krediti hamda subsidiya asosida xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, unda ikkilanmasdan Yangi hayot qurilish kompaniyasiga murojaat qiling. Shoshiling, xonadonlarimiz soni cheklangan. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qiling yoki bo'lmasa sotuv ofislarimizga tashrif buyuring. Yangi hayot uylari yashash emas, yashnash uchun yaratilgan.